Koinot inson aqli yetmaydigan ulkan sirlar xazinasidir. Undagi har bir yulduz bir kitob, har bir galaktika bir hikmat, har bir zarra esa yaratuvchining qudratidan darak beruvchi bir ishoradir. Biz osmonga qarab faqat nurlarni ko'ramiz, ammo u nurlar ortida million yillik safarlar, so'ngan olamlar va hali tug'ilmagan yulduzlar qissasi yashirin. Inson yerda yashab o'zini katta deb o'ylashi mumkin, lekin koinot oldida u bir tomchiga ham teng emas. Shunga qaramay aynan shu kichik insonga fikrlash, anglash va hayratlanish ne'mati berilgan. Balki koinotning eng buyuk siri ham shudir. Uning o'zi emas, balki uni tushunishga harakat qilayotgan inson qalbidir. Koinot sukutda, ammo uning sukuti jimlik emas, balki ma'no bilan to'la bir da'vatdir. O'yla, kuzat, angla, sen ham shu ulkan sirning bir bo'lagisan. Shuning uchun tungi osmonga qaraganingda faqat yulduzlarni emas, balki o'zingni o'rningni ham izla. Chunki inson koinotni o'rganar ekan, aslida u o'zini kashf etadi. Aslida u o'zini kashf etadi.